Crown Home'dan hali hech kim bermagan zo'r biznes taklif. Turkiyani masalan 15-20 xil brendi, Xitoy 5-10 xil brendi bilan o'pdim. 2010-yildan beri ishlaymiz. Birinchi o'chirtda shu ishni yangi boshlamoqchi bo'lgan odamlar uchun juda ham kerakli bo'ladi, ham shu ishda ishlab yurgan odamlar uchun juda ham kerakli bo'ladi. Sizlarga bermoqchi bo'lgan taklifimiz shundan iboratki, masalan, bizda 100 xil tovar bor. 100 xil tovardan sizga 10 xili manzur keldi. Shu tanlagan tovarlaringizni bizda videolar bilan bo'ladi. Videolar bilan olasiz, ma'lumoti bilan olasiz. Uni siz Instagram sahifaga joylashtirasiz hamda Telegram kanalingizga joylashtirasiz. Ertadan siz zakaz olishni boshlaysiz o'sha klientlaringizga. Birinchi o'chirtda bunaqa narsa qo'ni-qo'shni, qarindosh urug'dan boshlanadi. Har bir ish oson bo'lmaganidek, buni ham boshlanishi sal shunaqa odam yig'ib olishingiz uchun sal qiynalasiz. Bundan keyingilari o'zidan o'zi ko'payib ketadi. Yana sota olmagan narsangizni boshqa narsaga, ya'ni sotilayotgan narsaga alishtirsangiz bo'ladi. Bundan tashqari oxirgi qolmagan variantida umuman sotilmagan narsangizni berib, pulini vazorat qilsangiz bo'ladi. Zarar keltirmagan bo'lsangiz, juda ham oz zararida sotib olamiz sizdan. Sizlarga arzon qilib beramiz deyilyapti. Havodan olayotgani yo'q bu narsa. Masalan, Turkiya bilan ishlaydigan odam bo'lsa, Xitoy bilan ishlaydigan odam bo'lsa, o'zi shuni ham bilishadiki, bozordan sotib olsangiz, ancha qimmatga sotib olasiz. Bundan tashqari yo'l kira kargo masalasi 5-7 dollardan olishadi. Bizaniki 2-3 baravar arzon bo'ladi. Oddiy misol, bitta pastelni belyo o'rta hisobda 4 kilo bo'lsa, 4 kilo Turkiya yetiri hisoblasiz 28 dollar bo'ladi. Bizga shu o'rta hisobda 10 dollar atrofiga tushib keladi. Shuni o'zidan bizga kargondan tushayotgan, razisa qilayotgan foydani o'zidan qilgan foydamiz yetadi. Masalan, beton masalaga biz arzon qilib beramiz deyilyaptimi? Sizlarga arzon qilib beramiz. Men sizlarga havodan olayotgani yo'qki, men sizlarga isbotlab keltirib beraman. Nima uchun bizda arzonligini yotib olib pul topish degan narsa yo'q. Harakat qilish kerak, mehnat qilamiz, harakat qilamiz. Rizq Allohdan hammasi. Harakat qilsa, o'zimiz ustimizda siz ham, biz ham ishlasak, natijani Allohga topshirganimizdan keyin inshaalloh yaxshi bo'ladi. Biz ham harakat qilamiz, tezroq shunaqa videolar ishlab chiqarishga. Xo'p, masalan, hozir bozorga borasiz, pastelni belyo, katushka bo'lmaydimi, rangi chiqmaydimi deyiladi, to'g'rimi? Shu narsa hozir rangi chiqmaydi, katushka bo'lmaydi deb bu joyga yetib boryapti. Qolagan gapini gapiryapti. Yo'q, endi biz buni isbot bilan qilamiz. Kerak bo'lsa 1 soat kir mashinada 1 soat kutamiz. Uni 1 soat yuvilishini, rangi chiqmasligini, kir mashinadan keyingi chiqqandagi holatda katushka bo'lmaganligini hammasini isbotlab beramiz. Siz bemalol Telegramga ham, Instagramga ham xohlasangiz shu videolarni qo'yasiz. Xohlasangiz aytasizki, bemalol bu katushka bo'lmaydi, buni rangi chiqmaydi yoki buni ozgina rangi chiqadi, bu bunaqa bo'ladi, bu bunaqa bo'ladi. Siz ko'zingiz bilan ko'rgan videoingiz uchun bemalol gapirib o'tasiz. Sizni uyaltirib qo'ymaymiz. Bu siz uchun ham, biz uchun ham kerak bo'ladi. Keyin yana bir yangi boshlayotganlarda ayniqsa bo'ladi. Shunaqa narsa, qo'y erkak kishilar bilan shuni qilasan, boshqa qilasan. Yo'q, buni ham yechimini qilganmiz. Ayol kishi murojaat qilishi mumkin. Bemalol nima savoli bo'lsa, savol javob qilib bemalol tortinmasdan so'rab surishtirib oladi. Erkak kishiga bemalol gaplashib nima qilsa bo'ladi. Buni ham yechimini qilib qo'yganmiz. Taklifimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumot beramiz. Crown Home